Ikkinchi variant 31-savol. Plankton suvda muallaq yuruvchi, suvda oqim bilan harakatlanadi. Nekton suvning o'rta oqimida bemalol o'zi harakatlanadi. Bentos chuqurlikda eng tubida. Organizmlari berilgan qatorni aniqlang degan ekan. Xo'sh, planktonlarga baliq chavoqlari siklop kiradi. Nektonga morj va keta misol bo'ladi. Bentosga langust qisqichbaqa kiradi suv tubida, lekin delfin bu nekton hisoblanadi. A variant chiqib ketdi. B variantda Daphnia va amyoba sodda tuzilgan suv oqimi bilan bemalol harakat qiladi. B variantda kalmar bilan tulen ikkalasi ham bemalol harakat qiladi. Bu nekton. C variantda qisqichbaqa va zuluklar suv tubida yashaydi. Demak, javob B variant bo'ladi.